Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Canabi Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizə, ail tavabatlarına və onunğa taki qiyametgacha ergashganlarga durud salomlar bolsun. Aldı bilan biz bu xil elektronlik shifrlashgan pul haqida umumiy iqtisodiy tushunchaga ega bo'lsak, buning hukmini bekitish qulaylashidir. Bitcoin va uning o'xshagan elektronlik shifrlashgan pul kripto currency'lar muomala ishlarini bexatar qilish uchun intayin yuqori saviyada shifrlashgan raqamli pullar bo'lib, bu haqda egilgan ma'lumotlarga qaraganimizda shar'iy jihatdan Bitcoin'ga munosabatlik ikki nuqta bor. Har bir nuqtaga qarata ayrim hukm chiqishi mumkin. Birinchi, ishlab chiqarish. Odatdagi qog'oz pullarni biror davlat apparati besib chiqaradigan bo'lsa, shifrlashgan elektronlik pullarni ishlab chiqarish biror hukmron organ tarafidan bo'lmaydi. Balki torda har kim iqtidori yuqori kompyuterlarda maxsus programmalarni ishlatib qazish orqali bu pullarni chiqara oladi va o'zining tordagi hisobida saqlay oladi. Mana bu negizlik farq bo'lib, bu elektronlik pulga kafolatlik qiladigan biror davlat yo'qligi, aksicha bu ishlarning aniq bo'lmasligi bu ishni xatarli qilib qo'ydi. Chunki bu pul tordagi hisobdan tuyuqsiz yo'qolib ketsa yoki o'g'irlansa, uni biror o'rinning to'lab berishini talab qilg'ili bo'lmaydi. Bu pullarga qarata bexatarlik andishisi bu pulni elib sotqisida bo'lmasdan, balki uni ishlab chiqarg'ichidimi bo'ladi. Chunki ularning qo'lidagi shifrlashgan pullar o'g'irlanishi yoki soxtalanishi mumkin. Kompyuterning qattiq detali yoki programmasiga maxfiyatligiga so'g'uq qo'l tegishi yoki biror torbatning vayronchilikqa uchrashi yoki sistemalarda biror ahvol ko'rilishi sababli ham qonuniy ham iqtisodiy og'ir oqibatlar kelishi mumkin. Chunki bu ishlarda to'liq xotirjam bo'ladigan kafolat yo'q. Agar siz ishlatayotgan kompyuter yoki iPad va yoki pulni saqlagan qattiq detalingiz o'g'irlansa yoki kuyib ketsa va yoki yutib ketsa, pulingizdan ayrilib qolasiz. Odatdagi pullarni bank kartalariga qochilganimizda bu farqni aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Banka u pullarning aslini to'liq qaytarishga kafolatlik qiladi. Davlatmi buni nazorat qiladi. Ammo Bitcoin'ga o'xshagan shifrlashgan pullarda bu ikki alohidalik tepilmaydi. Bu pullarni mayli pul deb atayli yoki atamayli, bu yerda uning qanday paydo bo'lganligini ko'z oldimizda tutishimiz lozim. Qaraydigan bo'lsak, bu turli pullar yo'qdan bar qilingan. Uning xam moddasi yoki fizikalik jismi yo'q. U faqat programma loyihalaguvchilarining programmlashtirgan sanspirdan yoki elektronlik shifrdan iborat. Uni ishlab chiqarishning ishlatgan tok, vaqt va shu turli chiqimlardan boshqa haqiqiy badali yo'q. Bu tariqada uli yo'q mavhum pullarni paydo qilish oz sondagi iqtidorli shaxslarning boyliqni changalig'iga kirgizib olish va monopol qilishiga olib boradi. Bu cheki aniq, tutamliq ish bo'lmag'achqa, haqiqiy bir pulmi mavjud bo'lmag'achqa, soxtalik va aldamchilikqa ishik keng ochiq. Shunga qisqa vaqtda bahosi necha 10 o'rlab ketadi yoki tushib ketadi. Yuqorqi nuqtaga shar'iy jihatdan qaraydigan bo'lsak, ishlab chiqargan o'rinning noma'lum bo'lishi va uningga badalsizlik erishish shariatdagi pul huqumiga zid keladi. Lekin Bitcoin tuzumi bo'yicha dunyodagi Bitcoin soni 21 millionga yetganda uni ishlab chiqarish to'xtaymish. Albatta, Bitcoindan boshqa pullarni ishlab chiqarish to'xtamamdi, bunisi noma'lum. Agar to'xtasa, uni ishlab chiqarish bosqichidan olib o'tib, uni elib setish masalasiga yo'tkalmay bo'lmaydi. Lekin yanada bu pullarni kim chiqargan, uningga qandaqsiz badalsiz erishidi degan savollardan o'zimizdan qochira olmaymiz. Buning javobi mundaq. Bitcoin va uningga o'xshagan shifrlashgan pullarda shariat o'lcham bo'yicha haqiqiy pulning shartlari to'liq tepilmaydi. Chunki uni biror davlat yoki hokimiyat chiqarmagan, balki noma'lum shaxslar torda qazish orqali badalsizlik paydo qilgan. Shunga bu turli pullarni ishlab chiqarish to'g'ri bo'lmaydi. Ammo yana bir qarashda shifrlangan pullarni bir xil elektronlik tovar deb qarasak, bu ahvolda elektronlik boylik qazishdan iborat bo'lib, to'g'ri bo'lishi mumkin. Ikkinchi, elib setish. Bu pullarni ishlab chiqarilib, ba'zi davlatlarda va ba'zi do'konlarda va savdo markazlari pul o'rnida qabul qilib,
uningga mal sotadigan, hatto dollar va yevroga almashtirg'ili bo'ladigan bo'ldi. Natijada u pul to'lashda, tijoratda va boylik to'plashda dunyoning ba'zi joylarida ma'lum darajada haqiqiy pulning rolini olishga boshladi desakmi bo'ladi. Masalan, Germaniyada Bitcoinni boj ilinmaydigan mulk deb e'tirof qilgan. Malayziyada Bitcoin bilan qilingan zamin savdosi rasmiy tebjirilgan. Shveysariyada bojni Bitcoin bilan to'lasa bo'lgan. Lekin yanala dunyoning ko'p joylarida umumlashib bo'la olmadi. Biror davlat rasmiy pul deb tanimadi. Agar haqiqiy pulning rolini o'ynashga boshlasa, bu chaqda bu pullar pullik salohiyatni biror hokimiyatdan emas, amaliy reallikdan qo'lga keltirgan bo'ladi. Bundaq ahvollarda bu pullar zakat ayirish, boshqa pullar bilan ayrivashlash, naqd qo'lga topshirib elish va qarz berganda o'simsiz berish qatorliq masalalarda shariatdagi pul ahkomlariga bo'ysundirilsa bo'ladi. Uning eng yaxshi aloyligi boshqalarga pul avatish banksiz va nazoratsiz elib berilgan bo'lg'achqa ham arzon, ham qulay, ham tez, ham bexatar bo'ladi ekan. Va bu aloylikni elib kelgan mavhumlikning o'zi dal u pulning ojizlik nuqtasi deyishga bo'ladi. Shunlashqa shifrlashgan raqamli pullarni e'tirof qilinish va ishiltish doirasi kengayib, buni bir xil pul degan taqdirdami, uningda har taraflimlik mavhumlik sababidan tövandikidek ziyonga sabab bo'lgan nuqtalar ko'p va ig'ir bo'lg'achqa, uni ishlab chiqarish va ilib setish harom degan olimlar va fatvo organlari intayin ko'p. Birinchi, uning ishlab chiqaruvchisi noma'lum. Ikkinchi, uni sotquchi, avatguchi va topshirib olg'uchi noma'lum. Bu sababdan foydali tarafim bo'lgani bilan saxtalik uchrab ketish ehtimolligi yuqori. Uchinchi, kapolatlik qilg'uchi o'rin yo'q bo'lg'achqa, tuyuqsiz paraga aylanib ketish mumkinchiligi bor. To'rtinchi, uni radga soladigan va nazorat qiladigan organ yo'q. Beshinchi, bahosining egiz-past bo'lishi va qimmatining turaqsizligi. Oltinchi, qonunsiz yo'llarga ko'proq ishlatiladiganligi jihatdan ig'ir oqibat kelib chiqishi mumkin. Avstraliyalik bir tadqiqotchi bu pullarning qonunsiz ishlarga ishlatilish nisbati 50% atrofida bo'layotganligini yakunlagan. 7. Pul yoki mol-mulk bo'lish salohiyati yo'q. Bularning hammani ikki narsaga ixchamlash mumkin. Aniqsizlik va xatar. Bir narsaga ixchamlasak, ziyonni ig'ir tortish ehtimolligi kuchli deyish mumkin. Natijada bu ish qimorga o'xshab ketadi. Payg'ambar alayhissalom noaniq bo'lgan savdoni qilishdan to'sgan. Şifrlangan bu pullarda odatdagi pullarda bo'lgandek qonuniy va boshqa tarafdan bexatarlikka kapolatlik qilish tepilmaydiganligi uchun bozori kasatlashsa yoki aqmas bo'lib qolsa yoki texnikalik xatolik yuz bersa, bu o'zini va milini xatarga yo'liqtirishdan iborat. Mol-mulkni qo'g'dash bo'lsa, shariat ko'zlagan nishonlarning biridir. Shunga bu ko'pchilik olimlarning qarashi bo'yicha hozirgi chaqda uningga mablag' selish, uni elib setish to'g'ri bo'lmaydi. Buningga mablag' solganlar darhol uningdan qo'lini chiqarib olish kerak. Agar keyinchi umumlashib qonuniy jihatdan e'tirof qilinib, biror davlat yoki rasmiy o'rin bu pulga kapolatlik qilsa, ondan bu pulning shar'iy taraflarini o'ylashga bo'ladi. Olimlardan yana uni harom demagan, lekin hozircha uni ilib sotmaslikni tavsiya qilganlarmi bor. Balkim kelajakda bu turli shifrlangan pullarni davlatlar chiqarsa yoki noma'lum shaxslar chiqargan pullar davlatlarning yoki keng xalq ommasining qabul qilib ishlatishiga erishsa, balkim hukm o'zgarishi turganli gap. Yana ba'zi olimlar bu haqda Islom fiqh komitetlari atrofliq muzokara olib berib, shifrlangan pullarning hukmini kollektiv chiqargan fatvo bo'yicha bekitishni kutmoqda. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2019 yili 8 oyning 1-kuni